Dunyoda birodarlar, qadr bilan qiymatning farqi bor. Qiymat har bir narsaning narxini belgilaydi. Qadr u qiymatdan baland turadi. Ba'zi odamlar bor, siz bilan gaplashganda qiymatga ko'ra gaplashadi. Qancha foyda qilarkinman, nima qilarkinman, narxi qancha ekan deb. Bu odamlarning narxi bor. Ularning qo'lida puli bor. Pulini olib qo'ysangiz, bir tiyinga qimmat odam bo'lib qoladi. Lekin ba'zi odamlarning qadri bor. Qadri bor odamlarning narxi yo'q. Nomus, iffat, iymon, sadoqat, vafo qadrga aloqador narsalar. Bularning qiymati yo'q. Bularning narxi yo'q. Bular bozorda sotilmaydi. Mana shu qadrni belgilaydi iymon. Alloh qadri baland insonlardan bo'lishimizni nasib qilsin.